Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yine xudo xolsa Qo'shko'pir Abad degan yerine geldik. Yine shunday kuxonniy zakaz berdilar, 3 etajli. Molosniy akrildan tayyorlandi. Sifati zo'r. Xudo xolsa shunday mikronovka qo'yib berdilar. Shuni planlashtirib, mikronovka joyini o'zine mos etib taxlab berdik. Masalan, gaz joyi, oyna joyi, hamma yeri ajoyib. Bir qator ko'rsatadigan bo'lsak, stollari iranskiy, mo'kani ham yaxshisidan qo'yib berdik. Bu shampun qaydoni bor, 2 do'shli shampun qo'yiladi. Narxlarda to'g'risini taxlamoqda ekanlar. Asan, hamidin tovoq qaydoni bor. Quloqlari yaxshi, o'z tortib ketadi. Narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariya yozsanglar, javobini yozamiz. Kime shunday kuxonniy mebel, to'y mebel, uголок divan, kafe bar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Nomerlarimiz 99lik 021 38 32. Hammaga rahmat. Yoqqan bo'lsa, like bosib, podpishka etib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarimiz ham yetib qoladi.